Uylansam to'yimga aytaman, kelib xizmat qilasiz, xo'pmi? Osiyoga uylanaman, Osiyoga. Amakim chaqir, amaki! Amakim, keling, tez keling, tez. Amakim! Ya, tez. Tinchlikmi? Ha, tinchlik emas. Ya. Qulog'ing kattarib ketdimi? O'zim kattargandan keyin nafaqat qulog'im. Tinchlikmi nima deysan? Tinchlik emas. Nima? Tog'angiz meni xafa qilyapti. Dadangmi? Nima deyapti? Tushunmayapti meni. Nima tushunmayapti? Menga tushuntir, dadang o'zim tushuntiraman. Tushunmayapti-da, Nima deyapti? Kechqurun bir o'zim yotganim qo'rqyapman amaki. Qo'rqyapsan? Xafa olma, sen deb aytib men ham qo'rqardim. Maslahatim dadang bilan inak o'rtasiga kirdi. Qani eri otasan. Siz dadamdan battar tushunmas ekansiz-ku. Ha? Qosh qoraymasdan uxlab qoladi ular. Bir o'zim ertalabgacha so'ppayib o'tiraman keyin. Ular seni aldaydi. Sen uxlagandan keyin o'zidan turib gulingni davom etkazaveradi. Ha, yashang. Mana shu ertalabgacha gurung qilib o'tirsan deyman-da. Tushundim. Uylanmoqchiman-da. Ha. Buni yo'lim oson-ku. Ha. Dadangni kalishiga sabzi solib qo'y. Soldim. Ha, tushunmadimi? Yeb qo'ydi. Dadangni nafsi yomon o'zi. Zamonaviychasiga tushuntiray deb banan ham soldim. Xo'sh, Enam yeb qo'ydi. Mana banan yaxshi ko'radi, enam yeydi. shu bananni menga olib kelib bersang, men o'zim tushuntiraymi? Menga xafa bo'lma, dadangga ham, enangga ham o'zim tushuntiraman. O'zi tanlaganing bormi? 4 ta. 4 ta? Angelina Jolie, Aishwarya Rai, Jennifer Lopez, Osiyo. Bana 4 ta ko'rsatiladi, bittasini tanla. Bittasini? Ha. Osiyo. Siyoni Osiyo. Bir maslahatim, uylansang, sevganingga uylanma. Seni sevganga uylan. Nimaga? Agar seni sevganga uylansang, birinchi navbatda mehribon bo'ladi. Nima olib bersang, indamay kiyadi. Nima desang ishonadi. Xullas, baxtli Men sevganga uylansam. Men sevganga uylansam-chi? ko'zingni ochadi. Bu ham mana uni sevsam, qayerga ochiladi? Radomni eshigi ochiladi. Ochaylik, tezroq. Sevib uylanganlar bittasi o'zim. Bir odam badalar berib xotinga endi jiyanak o'tmaydi so'zim. Yuklasang 40 felga yuk bo'lar ekan bu xotin degan zotini nag'malarini. Turli noz, ishva, qarashlar bilan sehrlab qo'ygan erkak zotini. Qo'rqmang amaki. Qo'rqganim yo'q. Yangamdan siz qo'rqsangiz aytmanda emasman. Uylan. Rivoyat aytib beraymi? Aytbering. Eshit. Yo'q, yaxshi siz aytib bering, men ko'rsatib beraman. Tomoshabinlar ham ko'radi, ham eshitadi. Yaxshi fikr. Boshqa. Yigit chog'im edi. Yigit chog'im edi. Yigit boshlab yo'q. Yigit chog'im edi. Yigit chog'im edi, mahalladagi bir yosh go'zal qizni sevdim men juda. Amaki, endi qizim gaplashib bering. Bir o'zim uchun qiziq bo'lyapti. Ishtahang zo'r-ku? Hozir. Iltimos, bo'sh aktrisalar bo'lsa jo'natib yuboringlar. Iloji bo'lsa yerga tegmagandan bo'lsin. Boriga shukr qil. Svejisi yaxshidan. O'xadikmi? Yigit chog'im edi. Mahalladagi bir yosh go'zal qizni sevdim men juda. Qalay? Nima? Onajon. Voy amaki. Bu avatar-ki bu avatar. Nima tar? Qiz emas avatar.
Normalisi yo'qmi, normalisi? Normalisi. Qarasan, sen mana birinchidan normalisi o'zi yetdi. Ikkinchidan sen mana nima deding? Avatar. Avatar. Nima deding? Avatar. Chidolmayman. Nima deding? Man avatar, man avatar. 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 Man avatar. Ture, duxing yo'q ekani Kung Fu Panda. Beduh. Shunday kapalakni uchirdim qo'yding. Xudoga shukr. Yaxshi-ku. Bo'lmaydi. Nimaga? Umrim bo'yi narva ko'taraveraman. Jiyan. Menga qara, barmoqlarimga qara. Mana qara. Tika turibda, hammasi har xil uzun kalta. Endi yotganda qara. Bo'lmaydi mana. Endi men menga qara. Bo'yini qarang. Endi boriga shukur qilishingga qayerdan topaman sen? Mana tomoshabinlardan topaman. Ha, bu uchunga javob berolmayman. O'zim topaman. Xato. Ana qalamingni o'ylab bosqola. Pocha. Kecha rastarga tomoshabinlar salqincha o'tiryapti o'qib. Mana topdim. Voy. Mana topdim. Mumkin sizda. Zo'r topdim. Apaqayım, yaşlarım ayım. Burada oturasın. Ya reklama qilyapsiz papaga. Jiyan. Menga jiyansan, ha? Ha, jiyan. Jiyansan, ha? Ha. Anaxim bo'laman, ha? Ha. Rivoyat sen bo'ldi. Hop. Nima? Sen yordam berasizmi? Xo'p. Bo'lmasa boshladik. Boshlang. Tezroq boshlang. Chog'imida mahalladagi bir yosh go'zal qizni sevdim men juda. Shoirona aytsam mening bu ishqim buncha kabi qattiq ochilgan edi. Rivoyat boshlab. Rivoyatda aytishdan oldin rivoyatchi bemalol o'tiradi. Baxtga qarshi shu sovuq qahratonda tunov tegib qoldi bir kun burunga. Bordim varanglagan shu burun bilan u qiz va'da qilgan maxsus o'ringa. Ikkovimiz o'tiribmiz. Men ro'molchamni qoldirib kelibman unutib uyda. Burun o'lgur xuddi tubsiz quduqdek litrlab qo'yardi har minutida. Nima qilarimni bilmay qoldim men. Bir so'z aytolmay qizga boqaman. Jonginam deyman-u, aksa o'raman.
sevaman deymanu burnim tortaman. Bu ham mayli, balki aks urmay o'tira qolardim indamay so'zsiz. Oshiqlarcha tortay desam, burun o'lgur xushtakchalar yoqimsiz. Paxta yo'q, paxta. O'tira oxir men qizni qo'llarini olib qo'limga birdan bir qiziq so'z aytib kulgandim. Pufak chiqib ketdi shunda burundan. Pufak borib qo'ndi. Pufak borib qo'ndi qizning burniga. Qiz bechora shoshilib yuzini berkitdi. O'zim sezib turibman bechora ishqin qizigan pufakday yorildi ketdi. Ammo qiz yig'lamadi, kulmadi dedi. Qizlarga suykanib sevdim deguncha burningni artib yursangchi dedi. Yo'q, rahmat. Rahmat. Boringizga shukr. Qanday rivoyat? O'zing ayting-ku. Odam emas ekan. Ha, Shuncha odam oldiman, shuncha odam oldiman. Ana endi ko'rasiz mana. Rivoyat aytib bering. To'g'ri, xolajon ko'rdingizmi? Uylanaman dedi. To'g'rimi? Ba'zilar bor uylanishga shoshadi. Ba'zilar bor uylanishdan qochadi. Yana kimdir uylanaman deb ota-onasiga aytishga uyaladi, to'g'rimi? Kimdir uylanib keyin aytadi. Bir kuni men uylanishdan qochardim. Bir kuni onamsiz deb onam bor edi. Yoniga chaqirib, "O'g'lim, vaqti keldi. Endi uylan. Shu vaqtgacha meni mehrimni ko'rding. Endi xotinni mehrini ko'r, boshqacha bo'ladi" dedi. Shu vaqtgacha meni allamni eshitding. Endi xotinda allasini eshit, u boshqacha bo'ladi. Kel, yaxshisi men senga bir alla aytib beray. Ajabmaski uylanishni xohlab qolsang edi. O'shanda men onamning tizzasiga boshimni qo'ydim. Onam esa isqana kafti bilan boshimni silab, yelkamdan urib alla aytdi. Uylanish allasini. Endi allani erkak kishi aytsa, sal qo'polroq chiqadi. Xolajon, alla siz aytib berasiz. So'zini men aytaman, siz alla deb tursangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Yelkamdan urib, bitariga ketsa alla. Ha, boshladik. Onam aytyapti. Yelkamdan urib, xotin do'sting bo'ladi. Kami ko'sting to'ladi. Uylan bolam, uylan. Qishda po'stin bo'ladi. Yaxshi chiqsa bir layli, kel desang yo'q demaydi. Uylan bolam, uylan. So'kinmasang urmaydi. Bu gaplarni eshitgandan keyin odam uylanadi-da, to'g'rimi? Uylandim, Xudoga shukr. Urmadik bir-birimizni, so'kmadik. Taqdirga tan berdik. Endi bu hayotda to'g'rimi? Gohida bir-birimizni kuldiramiz, gohida bir-birimizni kuydiramiz.